Shalom, man Ra'no Hamrayeva, O'zbekistonda va Markaziy Osiyoda Ra'no Collection Fashion akademiyasi asoschisiman va davlatimiz rahbarini farmonlari bilan, tashabbuslari bilan tashkil etilgan O'zbekistonda ayollarni bandligini ta'minlash bo'yicha va ularni mehnat sevarligini oshirish hamda ularni moddiy, ma'naviy va moliyaviy erkinligini vaqt erkinligini ta'minlash bo'yicha tashabbuslari bilan bir harakat qilyapmiz va shu o'rinda mana o'quvchilarimiz qatorida yiliga 1000 nafar o'quvchilarni o'qitish bilan birgalikda ularni nafaqat hunarli bo'lishlariga, balki ularni jamiyatda o'z o'rniga ega tadbirkor ayollar safida bo'lishlariga ham ozmi ko'pmi qo'ldan kelgancha hissa qo'shyapmiz. Bu uchun bizga yaratilayotgan imkoniyatlar, shart-sharoitlar uchun davlatimiz rahbariga va boshqa mutasaddilarga o'z rahmatimni aytmoqchiman shu munosabat bilan va so'z isboti bilan deganlaridek, mana Xorazm shahrida mana Nargiz brendiga asos solgan o'quvchilarimdan biri mana Nargiz Jabbarova o'zlarini bugun 40 nafar ayollarni bandligini va ish bilan ta'minlash bilan birgalikda o'zlarini mana shunaqa bir katta showroom atelyelariga asos soldilar. Bu bilasizmi, nafaqat shunchaki bir atelye ishlab chiqarish sanoati emas, balki bu jamiyatda bir o'zini rivojlangan ayollarni safini kengaytirish uchun qo'yilgan tamal toshi deb ham men bemalol ayta olaman. Va bu yo'lda biz mana shunaqa o'z ustida ishlaydigan, rivojlanishni oldiga maqsad qilib qo'ygan ayollar bilan birlashganmiz va bu safimizni yanada kengaytirish yo'lida birgalikda harakat qilyapmiz. Bu biz uchun juda ham cheksiz xursandchilik. Mana Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr bo'lsa ham mana yo'l bosib keldik. Har bir o'quvchimizni yutug'i, muvaffaqiyati bu bizni ham yutug'imiz. Nafaqat bizni, bu davlatimiz rahbarini ham yutug'i, mamlakatimiz yutug'i desam ham bo'ladi. Sababi Markaziy Osiyoda aynan O'zbekiston moda markaziga aylanish bir bo'sahasida turibdi inshaalloh va biz bu yo'lda birlashganmiz. Xudo xolisa bu natijalarni yanada yangi rekord bosqichlariga ko'taramiz deb yaxshi bir niyat qilamiz. Xudo xolisa. Rahmat, bolalarga shukr.